Dasturimiz bunday rejasida xabar qilganimizdek, tez orada poytaxtga uchar avtomobillar olib kelinadi. Ulardan taksichilik maqsadlarida ham foydalanish ko'zda tutilgan. Mavzuni muxbirimiz Shahzod Sultonov to'ldiradi. Endi bu uchar taksilar tez orada poytaxtimizda ham harakatlanadi. Toshkent shahriga ham ana shunday 300 ta Switch Stable rusumdagi uchar taksilar olib kelinishi rejalashtirilmoqda. Ushbu transport vositasi oddiy avtomobil kabi yo'lda harakatlana oladi. Zarur paytda esa qanotlarni ochib, kichik samolyot sifatida havoga ham ko'tarilishi mumkin. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday transport vositalari yirik shaharlarda tirbandlikni kamaytirish bilan birga hududlar o'rtasidagi qatnov vaqtini ham sezilarli darajada qisqartiradi. Kelgusida ushbu texnologiya asosida uchar taksi xizmati yo'lga qo'yilishi mumkin. Xo'sh, bunday uchar taksilar yo'lovchilarni yana qanday komfort sharoitlar bilan ta'minlashi ko'zda tutilyapti. Toshkent bilan Samsung imzolagan shartnoma asosan 3 turda mahsulotni chiqarishni rejalangan. Birinchi turdagi bu benzinli dvigatelimiz, ikkinchi bu elektr dvigatelimiz, uchinchi bu quyosh paneli bilan harakatlanadigan uchar taksi. Uchar taksilar 800 kilometrgacha uchishi mumkin. Masalan, olaylik, shu Toshkentdan uchda 3 soatda, 4 soatda Urganchda bo'lishingiz mumkin. Uchar taksini sig'imi 3 kishidan 7 kishigacha bo'ladi. Aytaylik, uchar taksi yerda harakatlanayapti. Uni havoga ko'tarishni talab qiladigan vaqtimiz 3 daqiqa. 130 metrli joy bo'lsa, u uchar taksiga aylanadi. Uchar taksining imkoniyatlari juda keng. Uni ichida sovutish tizimi, navigatsiya tizimi hamda avtopilot tizimi mavjud. Bu uchar taksimiz muhit tanlamaydi. Har qanday ob-havo sharoitlarida uchishi mumkin. Avtopilot tizimi orqali uchar taksi haydovchisiz uchishi mumkin, lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan haydovchi pultda o'tirishi shart. Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar orasida bunday uchar taksilar ilk marta Toshkent shahrida harakatlanishi mumkin. Bu o'z navbatida zamonaviy transport vositasiga servis xizmat ko'rsatish markazining ham aynan mamlakatimizda faoliyat yuritishi uchun asos bo'ladi. Mutaxassislar fikricha, bunday innovatsion loyihalar nafaqat transport sohasini rivojlantiradi, balki yuqori texnologiyalarni joriy etish, yangi ish o'rinlarini yaratish va mamlakatning investitsion jozibadorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Samsung bu uchar taksilarni ilk marta O'zbekistonda olib keladi. Hozirgi paytda 10 tadan ortiq bizning xodimlarimiz Samsung kompaniyasiga malaka oshirishga borib, u yerda o'rganib, bizning markazimizga qaytib kelib, shu yerda texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha faoliyat yuritadi. Bu uchar taksilar mamlakatimizga 2028-yildan 2030-yilgacha olib kelinadi. Hozirgi kunda sertifikatlash jarayoni ketyapti Amerika Qo'shma Shtatlarida. Loyihaning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi yaqin kelajakda mamlakatimiz bo'ylab harakatlanishi ko'zda tutilayotgan uchar taksilarning odatiy manzaraga aylanishiga xizmat qiladi.